Ushbu videoda Garden House lokatsiyasini tushuntirib beramiz. Bu yerda Qarshi Kurug hisoblanadi. Agar siz Urgut tomondan kelishingizda Samarqand shahriga o'ng tomonga kiraverasiz va bu tomonda Qarshini yo'li. Yangi Zapchast bozor tomon ham aynan shu yerda bo'ladi. Aynan mana shu Kurugdan 2 kilometr uzoqligida joylashgan. Hozir video davomida yo'lni ham ko'rsatib boramiz. Biz hozir mana shu yerda o'ng tomonga, ya'ni Samarqand shahri tomonga qarab yuramiz. Ketdik. Qarshi Kurugdan 200 metr yurganimizda aynan mana shu svetoforga kelamiz. Svetofordan o'ngga qarab qayerdamiz, ya'ni Rai Center hududi tomonga qarab. Svetofordan 1 kilometr mana shu yo'l bo'ylab yurganimizda o'ng qo'limizda Garden House turar joy majmuasining sotuv bo'limi ofisi joylashadi.